Hammaga salom do'stlar, yana sizlar bilan Sardor Prime. Bugungi videomizda o'tgan darsda o'tganday Roundup'ni 2-unitini o'taman. Pearls, ko'plik. Qani bo'lmasa, birinchi mashqni boshlaymiz. One frog for frogs. Frogsga s qo'shimchasi qo'shamiz. Mana bu yoqqa s qo'yib qo'yaman. Siz o'shanda s qo'shimchasi qo'yasiz. Frogs yozasiz. Ikkinchisi one dog, three dogs. Bunga ham s qo'shasiz. One snake, three snakes. Bunga ham s. One tiger, three tigers. Bunga ham s. One lion, two lions. Bunga ham s qo'shamiz. Unutmanglar, siz manga o'xshab s yozmanglar. Men aytib o'tyapman. Frog, s qo'shimchasi qo'shasiz. Frogs. Dog, dogs qo'shasiz. S qo'shasiz. One cow kelyapti. Two cows. One elephant, two elephants. Bu sal qish ketdi. One zebra, four zebras. Bunga ham s qo'shimchasi qo'shamiz. Ulgurmagan bo'lsanglar, mana 3 soniya kutaman va keyin ikkinchi mashqqa o'tib ketaman. Ikkinchi mashq. Three toys. Bu yerda toys 3 ta. Men ustiga yozib ketaman, o'shalarni yozib ketasiz. Bu 1. Bunga qaranglar. Agar bizda mana bu yerda aytgan y harfi kelsa, orqasida undosh bo'lsa, es qo'shasiz. Agar unli bo'lsa, s qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Bu yerda undosh, shunga es yozasiz. Keyin o'chirib tashlab, baby 2 bo'ladi. Mana bu yoqqa babies yozasiz. Men b qo'ydimda qo'ydim. Es. Babies. Y harfini yozmaysiz. For bu ham ketdi. Cherries. Cherry. Bunga ham s qo'shasiz. Mana cherry bu. Cherryni ham o'chirib tashlaymiz. Ikkita o'g'il bola kelyapti. Boy bo'ladi. Two boys. Kechirasizlar, chalg'ib ketdim. Ulli, shuning uchun bunga s qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. 5 strawberries. Undosh. Strawberryni o'chirib qo'yamiz. S qo'shasiz. To'xtang. Mana qo'ydimda es. For case. Bu y. Bunga k qo'yib qo'ydim. Case. Es qo'shmaysiz. K yozasizda s qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Mana s yozib qo'yay. 3 monkeys. Bunda ham ulli kelyapti. Bunga ham s qo'shib qo'yasiz. Monkey yozib. Tak. Oxirgisi lady kelyapti. Undosh, shuning uchun es qo'shasiz. Shu bilan bu mashqimiz ham tugadi. Endi keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqimiz listen and repeat. 3 walrus. Nega walrus? Chunki oxirida f kelyapti.
was qo'shimchasini qo'shasiz. Xo'p, siz mana 1 2 3 4 deb tepadagi so'zlarga qo'yib ketaman. Siz is tomato kelyapti. Tomato is mana turibdi. Mana tomatoes 2 bu ketdi. Glasses mana glasses ham ketdi. Box mana box ham ketdi. Bu scarf yozasiz. F'ni yozmaysiz. Scarfdagi F'ni yozmasdan scarves yozasiz. 3-inchisi dish mana dish. Bu mashqimiz ham tugadi. Endi siz yozishingizni kutib o'taman. Bo'ldi. Demak, bu mashqlarimiz ham tugabdi. Yo'q, tugamadi. Bu birinchi qismi edi. Endi ikkinchi qismiga o'tyapman. Shu bilan videoni to'xtataman va kelasi kuni bu videoni qo'yaman. Xayr, sog' bo'lasizlar. Xayr.